Assalamu alaykum. PHP yürüyüşlük dersimizge hoş geldinglar. Bugün birinci saatlik dersde PHP haqida to'xtalamiz. Birinci PHP degan nima? İkinci bu tilni o'rganishning ahamiyati nima va o'rganganda nima ish qila olamiz? Uchinchi bu til kimlarga mos keladi? Birinchi savoldan boshlaylik. PHP erkekçan tor bekatlarni loyihalash va tor qo'llanishchan programmalarini taraqqiy qildirish uchun yasalgan bir program tili. 1995 yılı Rasmus Lidorf efendim tarafından tuzilgan. Aslida bu program tili tor bekatni ziyorat qilganlarning sonini aniqlash uchun yasalgan bo'lib, keyincha boshqa yumshoq detal ochuvchilarning diqqatini tortish orqali qisqa vaqt ichida taraqqiy qilishga boshlagan. PHP Personal Home Page PHP va yoki hozir qismi bilan Hypertext Processor degan so'zning qisqartirilmasidan tarkib topgan. Hazır PHP program til bilan yozilgan 300 milyonga yaqin tor betlar mavjud. İkinci, bu tilni o'rganishning ahamiyati nima va o'rgangandagi nima ish qila olamiz? PHP orqali blog, tor bekat, izlash motori, ijtimoiy aloqa usullari va elektronlik savdo tor bekatlarini loyihalab chiqa olasiz. Masalan, Google, Facebook, WordPress, Instagram, Twitter qatorliq usullar PHP orqali yasab chiqilgan. PHP tamamen haqsiz bir program tili. Oracle, MySQL, MS SQL qatorliq nurg'un sandallar bilan mashg'ulot qila olasiz. Barliq mulozimatlarga degidek mos keldi. PHP o'rganishi intayin qulay va tez o'rganilgan bir til. Bu program tili kimlarga mos keldi? HTML program tilidan asası bar ve öğrenişine qiladigan har qanday kishiga mos keladi.